Mana xudo xolasa tovoqlar boshlandi. Ikkinchi tovoq 1 ho'kiz 100 dollar. Oh, qaysingiz? Hozir. Muhammad Qo'rqay. Ko'rish. El bir tomosha ko'rsat, davay. Bir Muhammad. Молодец. Ikkinchi tovoq Zufar polvon 1 ho'kiz 100 dollarni ko'taruvdi. O'zimizni Samarqand yigiti bu ham, ikkalasi ham Qo'shrabotdan Muhammad polvon talab qilyapti. 1 ho'kiz 100 dollar ko'rish. Keyinib standart jela kiyib ket. Uchinchi tovoq 1 ho'kiz 100 dollar bu ham. Ibrohim polvon bilan Jalol polvon kurashadi. Ko'rish. 4-tovoq 1 ho'kiz 100 dollar. Samandar polvonga. Keyin standart jila keyfingizda. Hozir nechaki? 1 ho'kiz 100 dollar. Samandar polvonga. Ke, nechaki? Bo'ldi. Hamidki. Ilyar. Hozirgi aytilgan tovoqlarni yegasin tovoq. Tartib bilan men boshlayap keyin nima qilamiz? Hal tavog'imiz ko'p. 5 tovoq. 4-tovoq Samandar bilan Pazarxon Sardor polvon edi. Shirzod Shamil. Bunday. Oybekka, bitta Oybekka emas. Keyin Dubayga chiqib olishsin, qaysi? Hurmatli tomoshabinlar, muxlislar. Mana atrofda texnikada harakatlanyapti. Spirtli ichimlik ichganlar, hozirdan ehtiyot bo'lingizlar. Sog'liq o'zlaringizga kerak. Ma Sherali, Orif. Ikkovga kirjanglar. Hal 5-tovoq to'xtatdi. Jasur sen ham tur, Shehroz. Mana yerda tirg'izib hammasini orqaga. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Jipdan orqaga o'tsin. Hammasini tirg'iz. Jasur, tovoq ko'targanlar, Jasur. Yoshma, kattama. Keyinib kelinglar, Jasur polvon. Bo'ldi. 5-tovoqni beringizlar, 5-6-tovoqni. Bektash polvon, bir ko'rinish bering-da. Siz kecha yeb keldingizda, tunlar ro'yxatda siz ham boringiz. Ha, keling. Bektash polvonga rahmat. Siz kecha yeb keldingiz. Sizda ham o'zingizga hurmatingiz bor. Rahmat. Bunday davra surib qoldi, Ilyar rais. Tovoqlar yegali bo'ldimi? 5-tovoqni beringizlar. 5-tovoq dedi. 5-tovoq. Jasur polvon. Ko'rinish bering, Jasur polvon. Davay, jandada borgay, jandaga ham qo'shingizlar, 100 dollardan qo'shib tovoq qilaveringizlar. Bayxaraz aka, qo'shlarga 100 dollar 5-tovoq ham bo'ldi. Ya bitta odam qo'yganda qo'shlarga qo'yaveramiz. Adhamki, Surxondaryo Adhamki.
Jasur ki. Beshinchi tovoqni olib kelingizlar, beshinchi tovoq. $100 bir sarka. Bir sarka $100, beshinchi tovoq. Oybek polvon ko'tardi, Hamidga ur qo'lini. Hamid polvon ikon kiyinibdi. O'zimizda Ulus Zernavoydan Oybek polvon, Tazdarg'omdan Hamid polvon. Beshinchi tovoq kiyinib kelinglar. $100 bir sarkasi. Jasur polvon ki. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Samarqand viloyat Nurobod tumani Ehson kurashi boshlandi mana. Tovoqlari boshlandi. Demak, birinchi tovoqqa Jonibek polvon. Hozir birma-bir yanada ma'lumotlarni berib o'tib ketaveramiz, xudo xolisa. Adham ki, Adham. Mana Temur polvon. Temur, seni parang keldimi? Kommentariyaga fikrlaringizni qoldirib qolasizlar degan umiddaman. Seviyat yo'q bo'lsa ham imkon qadar Adham ki, Adham. Chiroyli olib borishga. Kommentariyaga fikrlar bildirib turingizlar seviyatlar haqida. Mana tovoqlar boshlandi. Endi bilmayman 5-mi 6-chi tovoqdan boshlanyapti. Og'aylar, mana shu qishlog'imizda oshpozi borda, Azam Tomuradov deydi, meni do'stim bo'ladi. U olishmaydi, netmaydi, faqat qozon bilan olishadi. Ana shu yilda xizmatda yuradida shu Azam Tomuradov. 500 ming bilan Azam polvonni men bayini ochyapman. Xafagarchilik bo'lmasin, hammani xonadonda to'y bo'lsin, men Azam do'stim shu yerda xizmat qilsin, xo'sh qilsin. Bitta qarsak bo'lsin Azam jaromga. Rahmat. Rahmat. Jasur polvon, o'zimizning mahalliy boshqidiqdan Jasur polvon, Surxondaryodan Adham polvon. Bu polvonlarning zoti $200 bir sarkasi bor. Az qara. Temur polvon ki. Javohir ki, Javohir. Og'aylar, mana shu o'zimizning Ulus Temur Malik degan 2 marta shu O'zbekistonda jahon chempionati o'tib kelganda Temur Malik. Shu yosh bola kechib kelgan ekanda, hamma rozi bo'lsin, shunga biz 200 ming so'm zot beramiz Temur Malikka. Kech kelgan yosh bola-da u, chempion. Temur Malikka. Temur Malik, Po'lat Davr, Temur Malik jiradingda. Mana. Halol seniki bo'ldi. Begzod. Javohir ki. Ma Begzod. Mana ikkovga qarash yerda. Bo'ldi. Javohir ki. Surxondaryo bilan Samarqand polvonlari kurashyapti. 200 ming so'm bularga yaxshilab qo'ysa. 300 ming so'm shu ikki polvonni zoti. Mahalliy polvonlardan
Firuz polvon, Fayaz polvon. Alishdimi? Firuz Birkida, Firuz. Oltin sovg'am bir sarka 100 dollar. Gapiring. Samarqanddan Firuz Kida. Temur polvon. Yaqin aradi shunday. Javohir polvon. Bularning zoti 6-tovoq, bir sarka 100 dollar. Firuz Kida alim bakalım. Firuzga. Sharaf sherda olishdi, sharaf sherda. Polvonlar o'tirib turinglar, Abdumalik. Bilamiz. Endi katta polvonlar olishyapti. Hamma tomoshaga kelgan. Chiroyli o'tyapti, ha? Davrada tartib bo'lmasa bo'lmaydi. Tartib lekin o'g'izga. Polvonlar o'rtaga chiqinglar. Polvonlar o'rtadan chiqinglar. Firuz Kiyevka. Aka tovoqlarni birma-bir aytsin deyapti. Aytib o'tib ketgan tovoqlar. Tovuqlar diya 100 dollar, ho'kiz 200 dollar, ho'kiz 100 dollar, qo'chqar 200 dollar. Yana nimalar bor endi? Sarka 200 dollar, sarka 100 dollar. Hamma jonliqda ustiga dollar aytilgan. dollar bor. Hamma. Qizil quyoshdan Sarvarda o'zimizning mahalliy polvonda. Shu polvon olishalmaydi. Ana, Mana shu yerda Hazrat o'tirib pastga chiqsak biri olishalgan yo'q. Shu polvonga bitta talabgor kelsinlar. Kelamiz aka, kelamiz. Qizil quyoshdan Shahriyar, ikkovi ham qizil olishgan yo'q, hali yo'qotgan yo'q. Temur olishasanmi? Fayoz, Diyor, shu polvonlarga olishasizlarmi? Kenglar. Birinchi tovoqqa Jonka bilan kim chiqdi? Yo'q, ha? Qaraj yo'q. Samarqanddan Muhammad Orzumurod polvon, Muhammad bilan Qizil quyoshdan Sarvar Ibrohim. polvon. Kiyinib kelinglar. Ibrohim bilan Jalol. Ibrohimlar Qashqadaryo Jalol ketdi. Odilda yiqibdi. Pog'onali og'il yiqildi, adashmasa. Sherbek polvon yiqibdi. Bildi oldi. Qashqadaryodan Bobur polvon, Qizil quyoshdan Shahriyar polvon. Ikkovini ham zot qilib olishdim, shay o'tiribdi. Mahalliy polvonlar Firuz, Shahzod nima bo'ldi? Sohib akamizning Ibrohim o'g'li. polvon Birkida. Firuzga. Sohib. Davradamizdan telefonimizni telefon qilib kelsin-da. Firuz polvon. Jo'lam parang bormi? Og'ramdan Sherbek polvon bir qo'chqar 500 mingga halol yiqibdi. Osh bo'lsin. Shahzod halolmi? Aka shogird deydi-da, apparatlar. Elimiz shunchalik Chetga zo'rda chiqib mana tashqari shunday chiqib ihson kiyinib bilan shunday kiyinib katta bayram, sayil, kurash tashkil Efirda ham qilgan. buzib qo'yganda bu ya. Efir ham buzildi. Hamma ihson qilganlarga rahmat. Nasib qilsa xonadonda to'ylar bo'lsin. Mana kalankani oldini ochib qo'yingizlar, iltimosda ovoz eshitilmayapti. Tovoqli polvonlar kurashyapti. Javlandi raqib 2. Hay o'zimizda mahalliy polvonlardan Javlan polvon. Nagornidan Nodir polvon ekan. Aziz polvon ekan. Birinchi tovoq Jonka 200 polvon ming. 200 ming so'm bo'ladi. 200 ko'targan. ming Jonka katta polvonga polvon. sherigi yo'q. Jonka polvonga para yo'q. Ibrohim polvon ko'tarib Jonka polvonga berdi birinchi tovoq hurmatiga.
Ibrohim polvon bilan Qashqadaryo Jalol polvon pul tashlagan. Asqar polvon, Misha Adashmasam. polvon kenglar davradan chiqib ketdilar. Asqar polvon, Misha polvon kenglar. Nima bo'ldi? Javlon polvonniki halol. Sudiyasi Sheginovning sudiyasi kim o'zi uni? Halol Javlon polvon zotini beringizlar, o'tiringizlar, bo'ldi. Javlon davomida. Bo'ldi Javlon. Olxon polvonki. Temur polvon, Javohir polvon. Qashqadaryodan Bobur polvon, Qizilquyoshdan Shahriyar polvon. Zoti 200 ming so'm olishtiringlar. Keyin mana Navoiylik isming kim edi seni? Navoiydan G'iyos polvon. Yakka Qayrag'ashdan Ilhom polvon, ko'rish. Bular ikkalasi ham katta polvon, normal chek beringizlar. Qolganlar o'tirsin, bo'ldi. Zuhriddin. Qarangizlar, tartib saqlangizlar, tartib. Ipdan tashqariga chiqingizlar ipdan. Qarang, tavaqt qara, davrada. Farqi oson. Qolasan. O'skidan Sayyor polvon 200 ming tovoq ko'taryapti. Talabgor bo'lsa kelsin. Sayyor polvon hurmatiga 200 ming tovoq qo'yilyapti, kelsin. Ko'payib ketdi aka. Prямой эфир o'chirib joqdingizmi deyman? O'skidan Sayyor polvon, Navoiydan Sevdiyor polvon. Shahriyar. Qizilquyoshdan Shahriyar polvonga ham 100 ming. Sarvar polvonga ham olishmasi 100 ming so'm, 200 ming zot qo'yildi mana. Jalol polvon o'tirib turing manada. Hop, bir ikkita kamay. Kelariz. Davrani bir tartibga olingda. Xurshid, nima gap bo'ldi? Bo'lsin ayla. Şimdi bir başla. Vay, Şirali, Qirg'iz. Hamma cipdan naraq o'tsin. Kim bo'lishdan qatnaydi? Palvonlar, xafa bo'lmaysizlar, bir turib olingizlar-da. Xurshid, mana yerdan boshla. Okey, bir joyda turamiz aka. Bizlar aytganmizda, misol uchun, og'ayinlar, hisobidan xafa bo'lmaysizlar. Qiraqchilar bir joyda turmaydi. Cipdan naraq o'tingizlar, Oybekjon. Shu yerda boshlab ketsa hammasi bitta yoqqa. Bir joyda Men turamiz. tartibga saylangan bolalar qarta mendan xafa bo'lyapti. Hisobidan. Men nom aytmang. Cipdan o'tingizlar.
Nurbek kuyov. Nurbek. Nommandan aytmayman desam ayttirasiz kuyov. Xurshid, bir boshdan shunday ket. Rahmat hammalaringizga. Bo'ldi, u yoqqa o'ting Xurshid. Sizlar ham nommandan aytmayman, jipdan o'tingizlar. Borib oldir. Endi hozir katta balonlar olishadi o'yinlar. Boshdan tartib bo'lib kelyapti, oxirigacha qilaylik. Mahalliy Temir palvon ham bir kesin. Firuz nima bo'ldi Firuz palvon? Kesinmi Firuz? 486 Damas bir kengizlarda mashina oldiga so'rayapsizlar. 486 Damas kim? Oybek nima o'tirasan ey? Tar yordam qil unga. Ha, aka, tovoqlar boshlandi. Ola, tartibga ol. Hozir kurashayotganimiz 6-tovoqqa bir sarka Oğlum şey hatırladınlar nima uchun ey? $100 yo $100 pul bo'lishi kerak. Aka, bular tovoqga bir sarka $100 mi? $100 ekan ha. 6-tovoq bular. Bitta gapda mana shu o'zimizda Nurobod tumani Jom yilidan ham endi palvonni hammasi palvonda, otcha bo'lgan ham palvon, kurashga tushgan ham palvon. Shu yerda Zirxon akamiz bor. Shunga katta palvonlar olishyapti. Endi bu ham palvon hisobida Begzodchi siz ham qo'shilib kelasiz. Bir kishilarga ikko'z duo berasizlar Zirxon aka. Nuroboddan Diyor palvon hozir kurashlarda hozir ko'rinish bermayapti, bir davraga kelsin, ozgina travmasi borda. Diyor palvon. Nuroboddan o'zimizni ko'zga ko'ringan palvonimiz. Diyor palvon bir ke. Ha. Firuz olishmasa ham meni oldimga bir kida Firuz palvon. Bachalar bo'ldi, Begzod yig'ishdan o'tirg'iz bo'ldi bolalar. O'tirg'iz jo'ra. Birga Jonka palvon bilan kim kurashyapti? Hali chiqqan yo'q ekan birinchi tovoqqa. Jonka palvon ko'targan. Zufar palvon ko'taruvdi birinchi tovoqda, keyin Simichga chaqayotgan o'g'aylar sizlardan bitta qaytarib tashladi. Jonka palvon ham aytganmiz. Yerga tashlamay kisalaringizni solib qo'yingizlar. Salafon tushmasin bu yerga. birga kimlar bloger ekan? Jonka palvon ko'targan aka birinchi tovoq. Riyos Karamatov, sening ishing nima bo'ldi? Menga bir telefon qil, Riyos. Bir ho'kiz $200 puli bor edi. Uni kim ko'targan bilmadim, lekin hozir chiqaveradi akalar, ko'raverasizlar jonli efirda. Bu hozirgi kurashayotganimiz 6-tovoqda. Diyor palvon ke. Ikkala polvonlarimiz ham Samarqanddan, biri Vohab aka. Samarqand shahar, ikkinchisi Diyor Pazdarg'om. palvon ham o'zimizda Nurobodda ko'p yillar orini saqlab bergan bola. Normal sport formasiga ega bo'lgan palvon. Hozirgi kunda ozgina travmasi borligi uchun olishmay turibdi. Chiroyli qilib zotini beringizlar, bayini ochingizlar. Ke. Boshqidiqdan asli hozir Nurobodda yashaydi. Sharaf polvon Zotini beringizlar. Men uncha polvonlarni tanimayman, uzrda lekin. Va! Oxirigacha. Ilzor tog'a bo'shagan bo'lsangiz keng. Kichik olib keng ha. Birinchi tovoq aka tuya, nur tuya. Nurzod qarang, hozir yiqitgan, qarang. Sarvar palvonni olishma 200 ming zot jamg'armadan qo'yilyapti. Olishmasi akasi 100 ming qo'shyapti. 200 ming so'mga ol. Qizil Quyoshdan. Qo'ch. Sarvar Samarqanddan Orzumurod 300 ming kurashdi.
Zulxon aka king. Halol. Aka, palvonlar bitta joyda turmaydi-da. Nima qilaylik? Kameraga kelib qo'yapti. Kamerani urib bersak, Quvonch, kina bir quvonch. boshqa joyga ber qila olmaymiz. Quvonch bir ke. Uzr lekin. Hozir tiri orqa tarafimdagi kuzatuvchilar ham gapiryapti. Yurib ol, yurib ol. Yurib olmasam bo'lmaydi aka. Albatta men bugun chiroyli kunni guvohi o'tiribmiz. Va buning tagida qancha mashaqqatlar yotibdi. Qancha ildim bir faxri yigitlar yotibdi. Ikkinchi qismi qani? Ukamiz yotibdi. Mana aytyapsiz aka. Yigitlar ko'paysin. Mana shunday kurashlar, ko'plarlar elimizda ko'payaversin. Va to'ylarga ulashaversin. Yaxshi kunlar ulashaversin. Mana shunday kurashlar, ko'plarlar ilda ko'paysin. Qachon Birinchi ilda tovoqqa jon ko'paysa kapal ilimiz bor. boy bo'ladi. Qazdar Qachon ilda ko'plari ko'paysa elimiz boy bo'ladi. Men o'ylayman bu salolarda mana bunday Nurobod tumanida, Nagorno xalqida juda ham yutuq insonlar ko'p bo'lgan. Mana shularning albatta sababchilari ichkida bitta gap bor. Urug'ing ot bo'lsa chopmay qolmaysan, urug'ing ot bo'lsa qoqmay qolmaysan. Mana bu insonlarni urug'i ot chopyapti, davrlar davom etyapti. Bunday kurashlar, bayramlar ko'payaversin. To'yda g'alashaversin, yana bir shogird ishimizga omad. Kurash chiroyli davom etaversin. Rahmat hammaga. Bitta qarsak bo'lsin ishimiz uchun. Rahmat. Palvon. Zotini bering palvonni. Mafi. Zulxon aka. Rizobek palvon. Qizil karvondan. Shu palvonga talabgor borma, kelsin. Tovoq qo'yaman, yaxshi tovoq qo'yaman. Bekzod palvon olishasanmi? Bekzod palvon o'zing adilla tovoq qo'yaman, keyin olishsan endi. Borya. Meni oldimga bir ke borya. Jasur palvonni chaqirib $200 bir sarkasini bering. Jasur polvonimiz yutibdi. Rizobek polvon $200 $200 bir tovoq sarka. ko'taruvdi. O'zimizni Nuroboddan Asilbek polvon talab qilyapti, kurashadi. Bu nechinchi tovoq edi aka? Tovoq emasmi bu? Tovoq emas a? Bular tovoqga kurashmabdi. Tovoq emas. Bekzod polvon kel. O'zimizni mahalliy Bekzod polvonga talabgor bo'lsa kelsin. Kelamiz. Ay, o'zimizda shu tadbirkor Zafar akamizdan ham $100 keldi-da. Qo'llashi Zafar akamizdan biriga 1000 bersa Zarab bilan rahmat. kim Zafar kurashdi? aka. Bilmadim aka, hozir so'rab bilaman. Aka, Ha, polvonlarimiz ismi nima edi bilasizmi? O'zimizda san'atda Jasur faoliyati polvon. Zafar akamiz. Jasur nima bo'ldi? Молодец, yo'q Jasur. Sotingda. Beringizlar, Jasur. Zafar polvon ham Rahmat aka. hozir Sen yana tovoq olishin, she'rda. Zafar polvon bilan kim tushdi-ya? Akalar uzr esimdan tushib ketdi. Hozir Agar shu katta polvonlar katta tovoq ko'targanlar 3-chi tovoqqa kurashishga kurashishga uchinchi tovoqnimi, ikkinchi tovoqnimi ko'targanda hozir kurashar akalar qo'yib Jasur boraman. polvon o'zimizni Nurobodni o'zimiz elimizda shuga bitta qarsak bo'lsin-ey. Juda chiroyli bo'ldi. Rahmat hammaga. Jasur omadingni bersin. Bekzod polvon kel, Bekzod polvon. Mana shu o'zimizda mahallamizga mehnat singan, ancha yillar olishgan. Shu polvonga hurmatiga tovoq qo'yaman. Talabgor bo'lsa kelsin. O'g'illar, Alsha Eldorni qo'lidagi sarval polvonlarning zoti ham $50 da. Eldor qora yaxshilab, chiroyli olishdir. Temurxo'jadan Akobir polvon. O'zimizda Nurbuloqdan
Nagornodan Bekzod polvon. Ikkoviga bitta chek beringizlar. Shamil aka. Kiyinib, tayyorlanib kelinglar. Hozirgi kunda mana shu o'zimizda Bekzod Rustamov o'zimizda yosh bolalarga trener bo'lib yaxshi nimalar o'rgatib kelyapti. Bekzod polvonning hurmatiga ham 1 million so'm. $100 ekan. Shamil akasi aytayapti. Bekzod polvon keyinib kel. Navoiydan G'iyos polvon, Bo'ldi aka hozir so'rabdilar. Qayrag'ashdan Ilhom polvon. Bularni zoti 200 ming so'm. Bo'sh bakavollar kelsin. Zuh polvon olsin. Bularni zoti 200 ming so'm. Bo'ldi aka so'rayapmiz. Aka Zufar polvon bilan kim tushdi hozir? Zufar polvon bilan Muhammad polvon. Ha, o'zimizda ikamiz Ikkinchi tovoqqa Zufar Qo'yam shu. polvon bilan Muhammad polvon tushibdi. Stalin yilni farzandida. Obid Shadiyarov Obid jendan ham 100 ming so'm ehson keldi. Rahmat. Polvonlar olishadi. Halol, pokiza olishingizlar. Ravshanov Asilbek Sinam yoqaman keldi. Feruz polvonni boya Bilmam aka bittasi yiqitdi lekin. Feruz polvon bilan ikki marta kurashgan ekanda Sardor polvon bir ko'rinish bersin-da shuni. Izi bor ekan. Sardor polvon bir kelsin-da, Feruz polvon bilan olishgan polvon. Temir polvon ki. Diyor polvon ki, Temir polvon ki. Firuz ki. Fayaz Quvonch ki. Asilbek Sinam ki. Hamid nima bo'ldi? Hozirroq tartib saqlaymiz, og'aylar. Mana bolalarni yig'ishtirib olaylik. Chetroqqa chiqinglar. Umid polvon Sinam ki. O'g'aylar bitta yilanda boya muxlislar kamera qiydi. Ertaga 18-aprel kuni jom yilida shanba kuniga to'g'ri keladi. Katta mana shunday ehson kurash bo'ladi-da. Aka Hamid polvon eshitmadim men hozir lekin. Eshitdim deymanglar. Juda katta ehson kurash bo'ladi. Boya boshida Hisoddin polvon ham bir e'lon qilib o'tdi. Odam kam edi. Shunga yana e'lon qilyapmiz. 18-aprel kuniga, shanba kuniga. Aka bu yerga qolib keling. O'tirga. Mahalliy polvonlarga talabgorlar bormi? Mana kelsin. Firuz ki. Firuz. Diyor ki, diyor. Shu polvonlarga o'zini tengi kelsin. Adham bilan Asilbek nima bo'ldi? Buncha Asilbek polvon yo'qdi-ku. Aka nimaga qo'yasiz? Belga qo'yasizmi endi? Og'aylar Kurashadimi? ehsonlar kelyapti-da. Mana shu o'zimizda Tushunarli. Boyqiroz akamizda Oxirigacha qo'ying aka bo'lsa. Azbek jiyandan 200 ming so'm ehson kelyapti-da. Ashrofda buni yozib qo'ying. Bizda Vahobatda ashli o'g'li bo'ladi. Boyqiroz akam jiyani Azbekdan. Allohim polvon yigitlar bo'lsin. Rahmat. Qarang, Temir polvonga Qashqadaryodan Bobur polvon talab qilyapti. Mahalliy Temir polvon chek berasizlar, kiyinib kelinglar. Hozir Ilhom polvonni yiqitgan. O'tir hozir. Nima bo'ldi aka? Navoiylik Besh pulga aka. Abdumalik polvon kurashadi. $200.
200. Kurashga majbursan jo'ra. 3 martagacha kurashasan jo'ra. Endi palvon ko'rish. Ko'rish. Ya Abdumalik bilan ko'rish. Kel. Feruz palvon bilan olishgan Sardor palvonga ko'rinish bering-da. Og'abek palvon talab chiqdi O'lxon palvon diziga. Bilamiz. Sardor chaqiringda shuni talab qilgan Sardor palvon kelsin. Feruz bilan olishgan Sardor palvon kelsin. Sardor polvonni so'rayotgandi boya. Temurxo'jadan Sunnat palvon. O'zimizda mahalliy Asilbek palvonga talab qilyapti. Ko'rish. Palvon nima bo'lyapti? Menga qarama. Mo'g'rida nima bo'ldi bular? Kiyinib kel. Sardor polvonni yo'qitdi. Navruz polvon. Elbekka, Elbek. Mana Agar shu shularni o'zimizda aytayotgan mahalliy bo'lsangiz. palvon. Elbek palvonga Bo'ldi, talablar tamam. bo'lsa kelsin. Qaysin kirish? Bo'ldi palvon daminga. Elbek palvon bilan Jonibek palvon olishadi, o'tirib turinglar qolganlar. Hamidga. Hamid palvonni talabgari kelsin. Hamid palvonni talabgari kelsin. Oybek. Mahalliy palvonlardan diğer palvon. Davraga bir kelib yoqa. Diyor polvonni kim so'rayotgandi boya? O'zimizni mahalliy palvondan diğer palvon. Kelib yoqa. Meni oldimga kel. Chaqiryapti nimaga? Endi qani chiqib Mana kelsa palvonlar agar. qavatdan kel. Bakovullardan tashqari odamlar chiqsin. Aytilgan familiyadan boshqa odamlar chiqsin tashqariga o'g'inglar. Tovoqlarni olishtiramiz. Orada qolgan bolalarni olishtirib beraylik. Fayoz bilan Sardor keldimi Sardor? Fayoz bilan ikkala. Quvonch ikkalasi talab qilyapti. Aka Ibrohim polvonni bilmadim hali. Zohidag'in. Nima gap? Umid polvon olishayotgandi. Umid polvonni Samandar bilan Sardor ham tayyor bo'lib tursin. biza ikki kishi ushlash nima qilyapmiz? Video olyapmiz akalar. Uzr, lekin qaysi polvon bilan olishganini tushunmay qolyapman. Hamid polvon Oybek polvon tovoqni ko'taruvdi. Shirka. Qirmancha tartibga olmasin. Polvonlar chiqqan aka. Kattami kichkina hammasini tirqiz. Jirtanlarga qo'ysin hammasi. Yaxshi gapni o'ziga teng ko'rmayapti hech qaysi. Davrani 5-tovog'i. Davrani 5-tovog'i. Jip ko'rinsin, jip. Davrani 5-tovog'i. Bir sarka $100. Oybek polvon ko'taruvdi. Unga talab qilib chiqdi Hamid polvon. Oybek polvon o'zimizning Nuroboddan, Hamid polvon Pazarg'omdan olishtiradi. Muhriddin polvon. Halol olishtir aka. Sherga olishtir, mana sherga olishtir, xalq tomosha qilsin, sherga olishtir. Belga kirishmasa kenglar, bo'lib rozi qilamiz. Tovoqqa olishasizlar, kenglar. Kelbak uka. Tovoqqa olishasan, kel. O'g'illar. Mana shu Yiksalish to'yxonasining egasi Akram akamizda laqabi Dodik deydi-da. 6-tovoq bo'lindi akalar. $100 Kurashmadi. ihson qilyapti. Lekin talabim qilyapti. Shu birinchi tovoqda palvonlar chiroyli olishsa shunga qo'shingizlar deyapti. Nima dedingiz? O'zimizda Dodik akamizdan ham $100 ihson keldi. Rahmat Dodikjon. 5-tovoq aka, bir sarka $100 puli bor. Ya, u ham o'yin ko'rsatsa qo'shing deyapti. Iler palvon davron sovutman. Aka bilmadim, Og'ay polvon Nuroboddan. Muxlislar kutib qolmasin. Ke, palvon ke. Palvon ikkoviga Chiroyli. Birini kim oldi birinchi tovoqda?
Jomka polvon ko'targan aka Sherali. Qazdarg'omda. Sizlar nimaga qarayapsizlar? Hali para chiqqani yo'q Jomka polvonga. Palvonlarniki necha boringlar. Rozi qiling. Ke Eldor. Seni gaping o'ta bergin. Nima bo'lyapti? Necha bo'lsa necha? Ular Ke 5-tovoqqa kurashyapti akalar. Bo'ldi. Misha, Asqar, kinglar. Xafa bo'lmanglar akalar, bo'ladi. Jonka bosadi. Aka nasib qilgani endi. Navoiydan G'iyos polvon Odam yiqituvdi. aytolmaydi. Ilhom polvonni iziga Og'abek polvon talab Hali para chiqyapti. chiqqani yo'q. Sherali king. Menimcha shu olib ketishi ham mumkin. O'zimizda Fahri Hoji akamizdan ham 100 ming so'm kelyapti-da. Akmal akamizning nomidan. Rahmat, Fahri Hoji aka. Boya bu polvonimiz yiqitgandi. Iziga og'ir polvon talab solib chiqdi. Qo'l tashlashdi endi. Ikkinchi tovoqda aka Zufar polvon ko'targan. Zufar polvonga Muhammad polvon talab solib chiqibdi. Onlayn qanday zot qo'shamiz? Sharaf nima bo'lyapti? Akam bilmadim endi qanday qo'shsa. Bitta karta parta. Navoiydan G'iyos polvon g'alaba qozonuvdi. Origa Og'abek polvon talab qilyapti. Bularning zoti bir janda 500 ming so'm. Bir janda 500 ming so'm. Kurashamiz. Oy, bos. Pazdarg'omdan Mirqosim polvon, Irgutdan Asqar polvon. Shu ikki polvonga talabgar kelsin. Aka sher kurashding aka. 6-7 tovoqlar yozingizlar. Misha polvonga Qizil Quyoshdan Abdulaziz polvon talab qilyapti. Bo'ladi. Keyinib kelinglar. Misha palvonga ham, Asqar palvonga ham tovoq qo'yiladi. Kelaveringizlar. Asqar polvonga kelsin, Asqar polvonga. Asqar polvonga talabgar kelsin. Abdumalik ke. Abdumalik ke uka. Ke Abdumalik. Ke. Ikkinchi tovoqda zoti bir qo'chqor ikkinchi tovoq zot nima edi aka? Eshitmadingizmi? Bir ho'kizi bor-da, to'g'rimi? Bir ho'kiz $100 puli bor menimcha. Ma Sharaf, ileriz. Buni bittalarni salqingizda mana palvonni raqibini chiqib olishtirib, muxlislar tomoshabinlar katta norozi bo'lyapti. Ibrohim polvon ke. Sherali aka kim? Sizmi? Ibrohim polvon Salom aytyapti aka. Xalq zerigib qolmasin. Ibrohim polvon ertaroq kel. Shahzod seniki nima bo'ldi? Asqar polvonning hurmatiga $100 tovoq taylandi. Talabgari bo'lsa kelsin. Qashqadaryo Beshkentda soat 4 da boshlanadigan katta kurash bor. Polvonlar o'ta ekansizlar. Sharaf va Asqar palvon tovog'ini ishla. $100. Muhriddin Obloqulovdan ekan. Hamsiyangizdanmi? Ya. Davrani 3-tovog'i. Davrani 3-tovog'i. Qashqadaryodan Jalol polvonga beriluvdi. Jalol polvon ko'taruvdi. O'zimizni Pazdarg'omdan Ibrohim polvon talab qildi. Bularning zoti $100 bir ho'kiz. $100 bir.
Omadlarınız bersin akalar. Shahzod Eldor tog'a kirashtiring. Shu yerda kirashingizda, shu yerda. Tomoshabinlar, kurash qanday bo'lyapti tomoshabinlar? U yoqda kurashchilar bor-ku, aka shu yerga bosavering. Temur Uchinchi palvonni tovoq. paras kelsin. İlyor, mana ho'kizni bir tomosha Rahmat aka. Haddi shu. O'tirib turinglar, ho'kiz tomosha qilaylik deb. O'tirib turinglar. Zo'r bo'lyapti aka. Kurash gap yo'q. Og'ayinlar, nima bo'lsa ham xato qilmasligimiz kerak. Endi beayb Parvardigor hammada xato bo'ladi. Ijtimoiy tarmoq rivojlangan og'ayinlar hozir. Buni kechga muhokamasi juda ko'p bo'ladi. Shuning uchun og'ayinlar chiroyli qilib hakamligingizlar, o'rtada hakamlar. Firis polvon ki aka. Bekzatni raqibi kelsin. Bekzatlarga bitta sudya qo'ying, yinglar. Vahab polvon kim aka? Keyin og'aylar endi hamma elimizda bo'lib kelgan mana vitron Onlayn deyapti, 100 dollar, 1 million so'm tashab beraman deyapti. Endi hozir emas-ku, Kartasiga. qaytiga qarab ularni ham olishtiramiz mayli. Vahab polvonga salom aytyapti. Kartasini aytsa 1 million taylab beraman deyapti. Internetda, prama efirda. Muxlislar. Rahmat. Bekzod polvon o'zimizning mahalliy polvon. Pazdarg'omdan Akamir polvon. Sudya qo'y, Shahzod. Shahzodga. Ma Shahroz. Shahzod qara. Chegi kimda? Bekzod chegi. Bekzodda 1 million chegi bor edi. 100 dollar. 100 dollar chegi bor edi. Olishtir sharaf. Aka Ibrohim polvon. Ibrohim polvon qaysi bir aka? Ha, bo'ldi. Qara, yoshlar Pazdarg'omdan. chiqsin-da, rais. Pazdarg'omdan, ha? Yosh bachchalar chiqsin davradan. Ha, jura, chiq. Jipdan nariga o'tsin. Menimcha Beshnaymandamidi? Ha, Beshnaymanda. Qo'ymanlar ey. Bo'ldi aka shu yo'la. Mart oyida Pazdarg'omda ilmda bo'lgan kurashda Tikon yetib ketdi. Abraham palon. Ibrohim polvon. Abraham palon yaxshi bir keladi. Ha. Menimcha Ishtixondan Azamat polvonni yiqitdi shunda menimcha. Hasan palon. Qurdadagi sudyalar juda e'tiborli Bobur qaranglar, Og'abek. hech kim xafa bo'lmasin. Bilar rais, sudyalar kontrol qiling. Bo'ldi aka, nasib bo'lsa shu Simishlar polvonni oxirigacha cho'pa, olamiz. sizdan ham Suyazimiz iltimos-da. uzilib qolmasa, tepaga chiqib Tashqarida ketmasam, videolar tashqarida. Bizni boshida Eldor akaga salom ayting. Bo'ldi aka, hozir Eldor akani topaylik. Odam tashqaridan ham oladi. Eldor aka. Eldor aka kim aka? Sizmi? Sizga salom aytayapti. Salomat bo'lsin mayli. Muhriddin Obloqulovdan. Bo'ldi aka.
Hozir kurashchilarimiz bir tanaffus qilib olsin. Bungacha bu yerda Navoiydan, keyin o'zimizda Samarqand Pazdarxon ilmdan Og'ay polvon kurashyapti. Bu tarafda 5-chi bu yoqda 5-chi tovoqqa kurashyapti burchakda. Ha aka, men ham ilmdan. Agar kimda mana shu Nurobod tumani Ihson kirashiga hissa qo'shaman desa, marhamat hayla kastirlarimiz, buxgalterlarimiz bor. Ihsondan qira qolmangizlar o'g'aylar. Bu Ihson kirash. Shehroz, orqaga girtak olinglar, orqaga. Og'abek Xancharbog'dan emas, ilmdan aka. Akobir polvonga jo'rasidan 50 ming qo'shilyapti. Bularning zoti $100, 50 ming so'm bo'lyapti. Ismingiz kim? Shohboz. Aka, mening ismim Zufar. Mashina qayerga qo'ygansan, Shohboz? O'tkiruz bilan birga ishlaymiz aka. Dadang so'rayapti-da mashinada. Qaysi? Jalol polvon keng, boyna shashayatuvdingiz. Ertaroq olishing endi. Borya, men seni chaqirdim, bir kelib ket, borya. Borya, seni orqangdan odam qo'yilibdi. Shu yerda ozgina yaxshi internet ishlagani uchun shu yerda turibman akalar, bo'lmasam bu yoqqa borsam Elchin, Elbekki. Roma efirimiz ancha qotib, qiralashib qolishi Xotirali mumkin. elchinlar kelmaganmi bugun? Shu polvonlar ko'rmadim-da men. O'zimizni boshqidiqdan Elbek polvon. Jomdan Jonibek polvon. Jomdan Bularni olishtiradi Aziz polvon. Mahalliy Elchin polvon ekan. Zoti qancha buni aka? Chegini yozdirib keng chegini. Zotini e'lon qilaman. Bo'ldi. Hey, nima deyapti? Rahmatli adına mana shu yerga mayli Ihson keldi. O'zimiz rahmatli adına. Bakavul kim ekan? Birinchi tovoqda Birinchi tovoqda Zufar polvon deb qo'yay. Jomka polvonga ko'targan, Jomka polvonga hali talabchi hisob chiqqan hech kim. Tomoshabin, muxlis, nima bo'ldi? Halolmi? Polvonni zotini beringizlar. Shahzod Kimni uli bo'lasiz? Aka, kim taniysiz ilmdan? Jasirmi? Boshqidiqdan Elbek polvon, Jomdan Jonibek polvon. Bularning zoti 300 ming so'm kurashadi. Eylar do'stimga salom ayting. Bo'ldi aka. Zufar ikkinchi tovoqni ko'targan. Ikkinchi tovoq bir ho'kiz $100 pul bo'lishi kerak. Sudyalardan kim bo'sh? Nechta para olishyapti hozir? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Malarga olib kelib olishtiring Eldor tog'a. Malarga xalq tomosha ko'rsin. Shu yerga olib keling. Gaplashmay olishinglar, ey og'aylar. Nima buncha gaplashasizlar? Kurashdan keyin gaplashasizlar. Tirashingizlar og'aylar. Mana shu davrada 2 marta yaxshi birosa qilgan Navro'z polvonda boshqidiqdan. Buni xizmatiga yana 500 ming so'm tovoq qo'ylar, o'zini tengi kelsin. Rahmat aka. Tengima, jira ag'irganima Navro'zga kelaversin. $98 beka akang bilan tanisang. Aka uzr lekin sizni ko'rsam taniyman-da, unday bir xotirayam bir. Navro'z bunga qara.
ko'rishgan bo'lsam, Qaysiga misol jirangiz? uchun ishim tushgan bo'lsa birovni taniyman, uncha bir qishloqda ham ko'p yurmaganman-da aka, bilsangiz agarda. Katta polvonlardan yana kimlar bor? Og'abek paras kelsin, Jonka polvon, nima Zufar bo'ldi? polvon, undan tashqari yana katta polvonlarimiz bor, kurashyapti. Hozir bu yerda Ibrohim polvon bilan Qashqadaryodan so'rayman, ismim esimdan chiqdi. Aka, yaxshi. Navro'z men oldimga kelganda. Mana Navro'zniki keldi. Jalol, Mana kasbidan orqaga aka. qara. Qashqadaryo kasbidan. Ikkalasi 3-tovoqda Bo'lmaydi, kurashyapti. Navro'z men oldimga kel, Navro'z. Shut. Navro'z keldi. Shu Navro'z polvonga Ishtixondan talabgor bormi, Ishtixondan? 1-2 ta 55 kilolik olmish kilolik polvonlar bor edi, bo'lsa kelsin. Bo'ldi aka. G'ayrat polvon, jo'nating bu yoqqa. Akmal Ko'kran, Akmal akadan. Qara og'ayin, o'zingga to'g'ri kelsa olish. Esingizchi. Eldar, sening polvonlaring nima bo'lyapti? Qaysi olishmayapti? Ya, oldin cho'zilganmi, hozirmi? Ha, shunday aka, ikkinchi tovoqqa Bel qo'y. Zufar polvon bilan Muhammad Ali polvon tushgan. Ishtixondan Muxtor polvon talab qildi Navro'z polvondan. Bularning zoti 500 ming. Bo'pti. Temurki. Kel Ibrohim. Bularda zoti Polvon ana shunday bo'ladi. Ibrohim kel. Asqar polvon ham $100 tovoq ko'targan. bu polvonlarda nima bo'ldi? Shamil aka bularga chek olib kelib Temur polvon. Bo'lindimi? Mahalliy Temur polvonga Polvonga tam Qashqadaryodan Bobur polvon talab qilyapti. Bobur Bo'ldi, tushunarli. Polvonizniki halol ha, shunda? Muhammad, nimaniki? Bobur polvon shu bugun 3-chi Halol bo'pti. ochkosi mana shu kurashda. Rahmat. Chegini olib keling. Birinchi tovoqda Jonka polvon ko'targan aka. Birinchi tovoqda. Lekin talab solib chiqqan yo'q hech kim. Hozir 3-tovoqda Ibrohim polvon bilan Qashqadaryo kasbidan bir polvonimiz ko'targanda, bu polvonimiz oyog'iga tirama oldimi, tan berib chiqib ketdi. Ibrohim polvonniki halol. Agar Jalol polvon olisha olmasa, Jalol polvon. agar haqiqatdan yildi oldida tan bergan bo'lsa, voy, tan berish ham yiqilish bilan teng og'aylar. Ibrohimning zotini berish kerak, to'liq. Olib kelayapmi? Bir sim ham qoldirmay berish kerak. Shunday. Tan bergan odam yiqilgan odam bilan bab-barar og'aylar. Bir qarsak bo'lsa, elimizning farzandi Ibrohim polvon. Temurni oling. Temurni bo'ldi aka hozir. Temur polvonni olishtiramiz keyingizlar. Ha, Jalol polvon. Mahalliy Temur polvon. Qashqadaryodan Bobur polvon. Bularning zoti 500 ming so'm. Zo'ridan polvon olishtiradi. Ha, bulardan Yilyor. bularning zoti 500 ming so'm. Temurni oling. Temur ko'rakana. Aka bular ismi nima? Tanishtirmang. Asqar polvonga talabgor kelsin, Asqar polvonga. Zufar polvonni talabgori kelsin. Hali Temur polvon ha, bunisi. Birinchi tovoq Jonibek polvon ham kiyinib davraga kelsin. Shu nima bo'ldi bular aka? Og'a gap yo'q aka, malades. Asqar polvonga talabgor kelsin. Og'abek polvonimiz urdi. Og'abek halol. Og'abek polvon Navoiylik G'iyos polvonni 500 ming bir jandaga halollab yiqitdi, beringizlar. Bir jandaga geldi. Shunday lekin aka, endi bilmadim.
Hakamiyat hayoti nima deysa shuda. Biz bir kichkina odam bo'lsak, muxlislar, og'aynilar, yana bitta gapda mana shu kurashimizda birinchi deb boshlaganimizdan mana shu Ahad akamiz safarlar bexatar bo'lsin. Adminlik qilganda mana shu nimaga zot yozilgan bo'lsa, hammasiga o'zi adminlik qilgan. O'zi safarda shuni ham bitta o'g'li bor, yaxshi polvon bo'lsin. Ahad akamizga bitta duo berasizlar og'aynilar. O'zi safarlar bexatar bo'lsin. Shu yerdagi birinchi to'g'ri olishayotgan yigitlar bo'lsin. Amin. 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 Allohu akbar. amin, Allohu akbar. Rahmat. Shu polvon bor-ku, shu davradan arazib ketib qolgan ekanda, hozir yana topib keldik buni o'g'aylar. Shu polvonga bitta talabgor kelsinda, o'zini tengi. Pazdarg'omdan. Nortoy polvon Pazdarg'omdan. Shu polvon talabgor bo'lsa, kesin bo'lmasa 200 ming zotini bering shu polvonni. Sudyaga bering, boshqa gap bor sizga. Og'aynilar, belgilangan vaqtimiz bo'lyapti-da, hali zotimiz shunday turibdi. Polvonlarni chaqirib olishtiring. Bu polvonni jo'nating, kel yoqqa polvon. 200 ming so'm zotini bering shu polvonni. Davra suvib qoldi. Voy, birinchi, ikkinchi tovoqlar olishsin, davra suvib qoldi. Misha polvonni talabgori kelsin. Hamma polvon olishtiramiz. Sudyalar kengizlar. Vaqtimiz chegaralangan. Jonibek polvon sen ham kiyinibki. Zufar polvon, Muhammad polvon tayyor bo'libki. Katta polvonlarimiz tayyor bo'lyapti akalar. Bular hozir Asilbek sunnat keldi. qiziqtirishga ozgina ko'rib olaylik ularni. Keyin ularga o'tamiz. Mahalliy Asilbek polvon. Timurxo'jadan sunnat polvon. Ikkalasini chegini beringizlar. Ey, Ilyar, tovoq ko'targandan chaqir. Chaqirmasam bo'lmaydi. Chaqir. Bosh tovoq ko'targanlar kelsin. Polvonlar, Sardorki. shu bosh tovoq ko'targan bu bizga soat 3gacha olganimizda ruxsatni o'zi o'tib ketyapti. Misha polvon. 3:30-4gacha kirash tugatamiz. Kengizlar, Hozir, omadda mana qolib akalar. ketmangizlar yana. Bir E'lon yigitdan qilinadi keyin hozir. kengizlar. Daraga Salom aka, qilib aka, qo'yilgan zotlaringizni halollab olib ketingizlar. Anvar Sartaroshdan Bekzod polvonni hurmatiga 100 ming so'm qo'shildi. Shularning zoti $100, 150 ming so'm bo'ldi. Davrani 4-tovog'i $100 bir ho'kizni Samandar polvon ko'taruvdi. Unga talab qilyapti Pazdarg'omdan Sardor polvon. Sardor polvon. Bushbakol Shiral King. Ikkinchi tovoqni ham chaqir. Shiral polvon King. Mangchiga halollab olishtiring. Misha polvon, Abdulaziz polvon. Misha polvon Misha polvonimiz mana. Pazdarg'omdan Abdulaziz polvon, o'zimizning mahalliy polvon. Bularning zoti $100. Chek beringizlar. Uchinchi tovoqlarni ham chaqirmanglar. Uchinchi tovoq kelsin. Zufar Muhammad kelsin. Azizki mishalarni. Misha polvon bilan Abdulaziz polvon zoti $100. Ha, o'rtadagi yosh bolalar oldingizlarda, xo'rshi. $100? 200 ming so'm pul, gap yo'q. Akobir polvon Pazdarg'omdan, Timurxo'jadan. O'zimizning mahalliy Bekzod polvonni $100 ga yiqitdi. Qo'shimcha 150 ming bor ustida sharobni qo'lida. Zufarki. Mana. 3-tovoqimiz ekan, akalar. Shahzodki.
Davrani ikkinchi tavog'i. Zufar polvon ko'taruvdi, talab qilyapti Muhammad polvon. $100 bir ho'kizi bor. Ildar tog'a qan Ildar tog'a. Sharob. Ya Ildar tog'a ya sharob kelsin. Sahib, Ildar tog'a keng siz keng. bir kida Sahib. Bularni zot. Suvanov Sahib bir kelib ketdi. Bularni Zufar bilan Muhammad zoti bir ho'kiz $100. Bir ho'kiz $100. Shu yerga kirashtiring. Diğer Sinan bir kida, diğer. Qovoqlar olib ketdi. Qovoqlar kida, diğer. Abdal, diğer palvon, mahalliy palvonlardan. 3-tovoq akalar. Aytdim aka, salomlama aytdim. Hammasiga aytib chiqdim. Kelar, mana palvonlar nima uchun olishganmi, olishmoqchimi? Bo'lmasa bu yerdan chiqsin. Jonibek polvon birinchi tovoqni ko'targan Jonibek polvon ki. Asilbek polvon bilan Sunnat polvonni zoti 500 ming. Shahzod qara, sherga qara. Diyor polvon ki. Fayazki, Diyorki, Firuzki. Shu palvonlarni zoti mana shu il sulton siyagini xo'rlamaydi deydi. 1 million so'mdan zot, 4 o'nga 1 million so'mdan zot. Kidani parangni topib kiring. Jonibek polvon, Davroni bosh tavog'i, nor tuya $100 ni ko'taruvdi. Talabgor bo'lsa kelsin. $100 Nortiya Jonibek polvonniki. Talabgor bo'lsa kelsin. Ibrohim ki. Ha aka, go'zalkam Bektosh kurashdi. Menimcha necha bo'ldi bo'lib berdi ular. Oybek, Hamid, bil olishasizlarmi sizlar? Bil olishlarlaring olishinglar. Jonka polvonga para yo'q lekin hozircha. Mahalliy Quvonch polvon Nagorundan Aziz polvon. Bular zoti 1 million so'm. Qarashing. 500 ming bir sarka ekan. Ayoz kelsin ham. Firuz ke, Firuz. Diyor senam ki. Bizlar olishganda bizlarni birorta odam mikrofonga chaqirib olishtirmagan. U yoqdan u burchakdan bu burchakka qo'ydi. Men xalq biladi, eshitsin. O burchakdan bu burchakka qochib olishaydi. Diyor Fayaz Chaqirib olishtiryapmiz. Kenglar o. O'zga Og'abek yo'qmi? Bilmadim aka. Ke. Oybek bilan Hamid polvonni zoti nima edi? $100 bir sarka edi.
Quvonch polvon zotini beringizlar, halol. Hamid polvon, Oybek polvon keng. Bularni chiroyli qilib rozi qilingizlar. 50 dollar, 50 dollar beringizlar qo'liga. Oybekka 50 dollar, Hamidga 50 dollar bo'lib beringizlar. Ibrohim polvon aka yiqitdi. Yiqitmadi. Sheriga tan berib chiqib Ikki polvon ketdi. studiyasiga milyar. Assalomu Reis. alaykum. Ikki polvon. Bo'ldi, tikka turib qolib ketmasin bular jo'natimizni. Muxlislar, tomoshabinlar, Sirdaryoda mencha polvonlar kiymadi yo'q. kurash emasda va ihson kurash. Hech qanday xafagarchilik bo'lmasin o'g'aylar. Hech kimni xafa qilmayapmiz. Hammani hurmatini qilamiz. Veteran polvonmi, yosh polvonmi, mehmon polvonmi farqi yo'q. Nima bo'ldi aka? Formasi yirtilib ketdi. Kelariz. Birinchi tovoqni daraga aylantiring. Jonibek polvon ki. Ibrohim polvon sen ham ki, Timur ki. Javohir ki. Tur joyingdan. Vaqt chegaralangan polvonlar. Qaysini olishasan? Bilmadim aka, Iliston polvonlardi. Alisher polvon. Foyaz keldi bu yoqqa. Feruz, diyor Shuncha ichimdan yo'q. meni oldimga kelib yoqqa, ey. Vaqt chegaralanganda diyor. Aka polvonlar zoti nima? Javohir ko'r qo'ldir. 500 Mahalliy ming so'm. polvonlardan diyor polvon, Foyaz polvon. Mahalliy polvonlardan. Ilyar olishgan bo'lsa olishtirma, boshqa ko'rak, tomosha qilaylik deyapmiz, men muxlislar. Oldin olishgan bo'lsa olishtirma, o'kinishchidan ham olishgan deyapti. Jonibek polvon Alisher armiya dedi. hali yoqa tutmasi 100 dollar qo'yib o'tiribdi. 200 dollar Nortiya Aka, ko'targan. suyaz yaxshi emas-da, Talabgar bo'lsa shuncha kesin. xira bo'lishi mumkin-da. Talabgar Ibrohim ki. Ibrohim ki. Endi ilojimiz yo'q. Agar boshqa joydan polvon keltirgan bo'lsa ekan, viloyat bilan viloyatni qo'ysak. Endi boshqa polvonlar bilmadim kiymadi, zot bermaydi deb o'ylaganman. Kelingizlar, zotimiz ko'p hali. Boshqa to'xtan Jasur polvon. Bilmadim aka, qo'l tashlamayapti kuch kim? Jasur polvon sen ham ki, elimizni polvonisan. Jonka polvonga hech kim qo'l tashlamayapti, shuning uchun bilmadim hozircha. Muhammad Shiral bu yoqqa. Ishtixon. Ey, kurashni sovutmanglar, ey. Kurash bo'layapti. Saxt polvonni Ibrohim o'g'li Javohir Firis polvon. polvonni Bilmadim aka. hurmatiga 500 ming bir jamda qo'yilyapti og'aylar. Kesin. Ibrohim ki. Jasur polvon bir keldi, boshqa to'xtan Jasur polvon. Endi Samarqand endi viloyati polvon Nurobod sizlar. tumani Ko'ktosh. Yuksalish mahallasida. Bektash polvon, Iliston Alisher polvon bor edi, nima uchun kelmaganmi? Po'lat Davr nevarasi. Armiyaga ketgan deyapti. Vohab aka Jasur mana, Jasur Vohab aka oldiga bor.
Og'aynilar, bu yerda borki, muhokama qilib o'tirmaylik. Palvon yakta kiydikmi? Misol uchun Husn aka aytdiki, 38 ming odamdan bitta, ikkita bosh bo'ladi deyapti. Og'aynilar, 38 million odamdan. Mana shu yerda ham 2 ming, 3 ming odamning ichida bir 5-6 ta yaktak kiygan odamlarimizda. Qashqadaryodan polvonlar bor edi aka. Jonka polvonga javohir yo temir olishadi. Boshqa ilojimiz yo'q bizlarning. Javohir yo temir olishadi. Jonka polvonga javohir. Endi yukini sizlar ko'tarasizlar. Boshqa ilojimiz yo'q. Bu endi tadbiri bu. Meni to'yimmas. Jonka polvon. Meni otamni pulidan ishlatmayapman. Endi ihsoni bu og'aynilar. Shu ihson pulda chiroyli xalqqa o'yin ko'rsatib turjinglar. Xalqqa o'yin berib, chiroyli olishib beringlar shu yerda. Temur kesin agar. Temur ke. Temur tur. Temur tur. Ko'rish. İbrahim qara. İbrahim bilan qara. Jonibek bir qishloqdanman deyapti. Hozir bizlarning maqsadimiz hammaga zotimiz yetadi. Bo'lib kurashtiramiz. Lekin og'aynilar, vaqtimiz chegaralangan bizlarning. Shuning uchun borki, sen Jonibek bilan olishga endi bitta o'yin ber, kurash. Kurashsin deganlar bir qarsak chalsin ey. Sen xalqdan ham ustun bo'ldingmi, jo'raki? Kurash. İbrahim nima deydi? Yeler reis. İbrahim nima deydi? İbrahim bir qishloqdanman deyapti. Qishlog'imiz bir deyapti. Bu Qanday? polvon qayerdan? Bu Samarqanddan. Jo'ram bo'ladi deyapti. Bu 4 yil bitta institutda o'qiganman deyapti. Muhammad qo'y bo'lmasa. Muhammad olishyapti. Javohir tur. Tur Javohir. Og'aynilar, agar olishmasalaring to'yda to'xtatamiz og'aynilar. O'g'min beramiz. Boshqa nima qilamiz? Bir oy, 2 oydan bir kecha kunduz damoma yuribmiz og'aynilar. Yilga o'yin beramiz deb. Kenglar. Fayaz polvonga ham 1 million so'm zot qo'yingizlar. Tavoq qo'yingizlar. Firis polvonga bir sarka 1 million qo'yingizlar. Shu polvon xafa bo'ldi mana bugun. Diyar deb aytding buni. Diyar polvonga ham zot qo'yamiz, kesin. Diyarga ham $100 qo'yamiz ey. Ke diyar. O'zimiz mahalliy polvonlar keyingi aytilganlar-ku. Umid polvon ham kesin, mahalliy polvonlar. Katta polvonlar olishmasa bizlar mayda polvonlarga zot qo'yishga majburmiz og'aynilar. El tomosha ko'rish kerak. Biliriz. Zifar polvonma kim deyap chaqiring shuni yerda. O'g'aylar, davramiz sovuq qolyapti-da, hozir davron qizishimi veteran polvonlarni olishtiraman ey. Umid polvonni Shamil aka o'tkazing. 77-yillardan Boliyev Sanjar polvon tayyor bo'lsin. 76dan, 77dan Suleymanov Savir tayyor bo'lsin. 71dan Qilichev Ziyodulla biz Xapalta tayyor tursa unga ham raqib bor. Veteran polvonlardan. Davronov veteran polvon qizitmasa bilan qizitmaydan o'xshaydi. Sakson birlardan Mirkamilji ham yukini yozdirganman. O tayyor bo'lsa, Jo'rasi Tilovat Aktam polvon uchinchidan o tayyor bo'lsin, ikkovi olishadi. Fayaz polvonga kelyapsanmi? Qo'lda ur agar yurangizsa. Temurxo'jadan Dilshod polvon, ikkovlaring zotlaring 1 million so'm. Polvon kiyibki. Fayazbekki. Sherbekki. Qolganlar o'tirsin. Navruz talab qilgan bola kim?
Sherbek polvonga bitta talabgor kelsin-da, o'zimizning Nurobod polvoni. Sherbek polvonga kelsin talabgor. Bir ikkini tashkil qiling rais. Mahalliy polvonlardan Novruz polvon o'zimiz GM bo'ladi. 2 marta shu yerda ochqa qilgan. Jo'ra, sizlar olishtirangmi, chiqib o'tirib turinglar. Kenglar. 500 ming tovoqqa yana olishyapti. Mehruz aka. Geliyor. Trommel tugab qoldimi hozir? Diyor polvon ki, Diyor polvon. Diyor polvon ki. Mahalliy polvonlar hammasini o'zining tengini qo'ying rais. Diyarda ham o'zining tengini qo'ying, 100 dollari bor. Fayazda ham, Firuzda ham. Ne, Trommel izilib qoldi. Stress kabilatgan. Ha, Aziz Saydan bizni Vahoboddash boya o'g'lining nomidan qo'yib ketdi-da, Behroz aka jiyan nomi. O'zi yana 100 ming so'm ehson qilyapti. 200 ming so'm bo'lyapti. Allohim ehsonlari qabul bo'lsin. Rahmat. Vahoboddash, biringizga ming bersin. Mana shunday to'ylar qilsiz ham. Shu mana ehsonga kim nima niyat qilib qo'shgan bo'lsa, hammasini ehsoni qabul bo'lsin og'aynilar. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hammani xonadonida mana shunday kirashli, ko'pkari to'ylar bo'lsin. Boshqida Azam polvondan shu Novruz polvonning hurmatiga 100 ming so'm qo'yilyapti. Bularning zoti 600 ming so'm bo'lyapti. Mana bu yerga ham kelib olishingizlar. Novruz ke Novruz. Mana yerga kelib olishinglar. Men aytib o'tgan veteran polvonlar formada kengizlar ey. Asilbeklar nima bo'ldi shahzod? Jonli efir o'chib qoldi-da, tog'ay. Poliy Sanjar aka bilan Qilichev Ziyodulla aka veteran polvonlar tayyor formada kengizlar meni oldim qo'y. Jonli efir Fayoz o'chdi. ke. Xurshid Jonli efir o'chdi. Jiyan bilan Xidirov bilan Suleymanov Sobir. Sizlar tayyor kengizlar forma ki. Mayli. Ne o'sha? To'xtab qoldi zot. Abdulloh kelsin. To'xtab qoldi. Abdulloh polvonga talabgor kelsin. Abdulloh polvonga. Nima bo'ldi? Bo'ldi Timur. Nagornidan kim? Alisher polvon. Mahalliy polvon Abdulloh polvon. She'rda o'tirtirma kurashasizlar hozir. Fayoz bilan Dilshod polvon zoti 1 million so'm olishdir. Bo'lmas.
Janka Palvon tiring joyingizdan bir. Ilyar Palvon. Aka 5 marta olishtirdim. Yana nima qilay ayting. Elchilik chiqib qoladi Ilyar. Janka Palvonni e'lon qiling. Jonka Palvonga talabgar kelsin. Eldan talab tushyapti, Javohir. Tirjingdan, tir. O'yinaga qarab qo'y. Javohirdir. Janka Palvon $100 bir Nortiyani ko'targan. Raqibiga o'yin ko'rsatsa, Doding akamizdan yana $100 qo'yamiz deganmiz. Hozirgi zoti $100 bir Nortiya. Javohir, Jonibekka qo'lda o'rjura. Qara, visidan visim katta, bo'yidan bo'yin katta, gapni ochig'ida. Jonibek bilan men ham olishganman, to'g'risida. Yiqilsam ham olishganman. Olish. Ke ko'rish. To'g'risida olish. Ha, uchinchida ikki olish o'tdi. To'xtang. Zifarni bir tomonga oldangiz, Zifar olishadi bu bilan. Asqar Palvonga talablar ki. Abdumalik ki olishasan. Urushasanmi, jiyishasanmi ki olishasan. Abdumalik ki. Asqar Palvonning hurmatiga $100 qo'yilgan. Abdumalik ki jura. Kiyinibki birdan Abdumalik. Shahzod yotmay olishtirdi palvonlarni. Ikkovi ham yotmay olishsin. Qo'sha tana akanglar orqaga sirib qo'y. Bo'lmaydi bu jipdan biz unga kelishmaganmiz. Hammani sirdiraman hozir. Ke o'g'inlar, bundayda agar gapni ochig'ida endi mana shuncha el kurash ko'raman, tomosha ko'raman deb kelganda seni har bittanga men iltimos qilib olishtira olmayman-ku. Olish. Erkak kishi olishib ketaveradi-da u. Nima yiqildim, Jonibek tur. Ke, qo'ldir. Ke. Xalq nima qilsin, olishsinmi? Ko'rish. Ilyar Reis. Jiragi irg'magan palvonni majburlamak mayli. Javohir o'tir ekan seni. Bu ham bir bandani bolasi. Ibrohim ki, Ibrohim. Timur turjangdan. Ibrohim bilan Timur Palvon olishadi. Ibrohim bilan Timur Palvon olishadi. Sharof. Qolganlar o'tirsin og'aylar. Qolganlar Sardor ki, Sardor. Sharof. Eldor. Sharof bilan bir maslahatlashdi. Gap bor. Sardor, Samandar seni ikkita o'tiribdi uka, kelib olish. Palvonlar, Eldor. Muhammad Palvon keng bu yoqqa. Muhammad Palvon, Zafar Palvon necha bo'ldi? Muhammad Palvon. Palvonlarni bor-ku. Og'aylar. Bu yerda hozir natija bo'lmayapti-da. Bizlar xalq shuncha xalq natija kutyapti sizlardan. Birosa kutyapti. Mana shu yerda yosh bachalardan kattalarga o'tgandan keyin biranta yiqitish bo'lgan yo'q. Hammasi necha bo'lyapti. Og'aylar, bu zotni bizlar sizlarga beramiz deb olib kelganmiz. Uni borki bizlar qaytarib ketamiz deb kelganimiz yo'q.
Jonibek palvonga Javohir olishmasa, Jonibek palvon bilan ya Zufar ya Muhammad olishadi. Nima deysizlar? Bizlarda xalqimiz zot berish kerak sizlarga, palvonlarga. Hey palvon. İler palvon devran soğutma tamam şappa şappa keliştirin palvonlar. Muhammed palvon ileride aldığa varın sizden. Muhammad'da rakibi Javohir palvon davraga ko'rinish berdi. Jonibek palvon bilan Zufar palvon olishadi. Xalq. Davay, Zufar kejurar. Ya Navoiy bo'lmaydi Temurga. Ya bo'lmaydi. Navoiy jo'rasin chekkada o'tir ekan. Davay birinchi tavaq talqinda reis. Jonga palvon turing, Jufar taray. Ibrohim ke Temur palvon bilan Ibrohim palvon olishadi. Jonibek palvon bilan Zufar palvon olishadi. Nortiya $200. Amin. Amin. Duodan qaytmag'in. $300 Nortiyasi bor. Turqan. Olishmangiz. Ko'rish. Duodan qaytmag'in. Amin. Diyor. Nortiya $300 pulim bor. Ko'rishadi. Qo'limda. Yuksan kurash bo'lsin. Ha. Davay. Yildar. Kurash. Duodan qaytma. Davay kiyinib tayyor bo'lib kel. Yildar. Mana Navoiylik palvon chaqirganlar raqib ko'rib. Shu ham xafa bo'lmasin. Tiring palvonni. Diyor kelib yoqa. Abdulaziz diyor olishingga qo'yasan. Navoiylik palvonga. Diyor palvon mahalliy palvon. Diyor. Kela, men senga o'zim bitta raqib topdim, Diyor. Men param topib beringlar. Kamil, Diyor mana bu Navoiylikni olishtirasizlar. Diyor tezlashtirib kel, Diyor. Keldingmi, Diyor? Husniddin. Diyor meni oldimga bir kida olishmasaga meni oldimga kel, Diyor. Abdulaziz Diyor palvon. Mahalliy palvonlar Diyor. Nima Bo'lmayapti. Bo'lmasa olib beramiz kurashga. Bo'ldi, vaqt tugadi. Biz suhbat qilamizda qana odamlar Allah nima qilib, undan ko'ra bor moliga qarasib berdi odam. Davay, oshtamizdan suhbat qiling. Kurash. Kurash bir. Javohir ke
Ber, bu yoqda, ber. Seni otam chaqirib chiqib bergan, ketmadi berdi. Nima bo'ldi Asqar polvon raqibi? Sharaf, Asqar polvon. Og'aylar o'tiringlar, o'z ko'ngillang o'zlaringdan qolsin. Og'aylar, yana bitta gapda olishmasiz zot berilmaydi, sizlarga shunday aytib qo'ying. Olishib olasizlar zotni. Qo'y yig'sin, sizlarga yig'sin qilmasa, lume bitta kamolga yig'sin qilib berib turaman shuni. Bo'ldi. Kurashdi. Palvonlar, mana veteran palvonga ikkita nima beringizlarda davra qizimayapti. Forma. Sabr, bu yoqqa o'ting. Sabr. O'tirib tur, men o'zim aytaman, ey, cho'k ichingga. Zuhra. Shahzod, ochka bo'yicha ham hisob qo'y. Qaysi birasa qilganmizni, 1-2 qilganmizni halol qilasan ancha. Yotmay olishsin. Zohid. Og'aylar, bir taklif bo'lyapti bu yerda. Zufar bilan Javohir meni olishaman deyapti. Muhammad Jonibek bilan ko'rishdi. Shunday talab bo'lyapti. Alo. Qara. 50 yildan beri olishasan, yana bitta birosa qilsa hech narsa Bo'lmay qilmaydi. qoldi. Ha, qanday so'rim charchamas. Nima kiymadingiz? Nima kiymadingiz? Quvonch, formangda apida quvonch. Bularni zoti bir ho'kiz $100 olishdi. Sabrlarga formangda berdi quvonch. Birga o'tkazamiz. Yo'q, qaradim, ko'rinmadingiz. Kiymadingiz. Hech kim yo'q. Kamaringiz aniq aytdi. Timur ke, Muhammad ke. Timur ko'rish. Ko'rish Timur bilan. Ko'rish. Mayli, mayli. Ko'rish. Ha, oldi palvonlar bu yoqqa kelingizlar. Misha bilan Lazim. Salay palvoni ikon kustesiniz davran, ey. Kirash, chiroyli. Rozimizda men oldim. Jonka bilan ko'rish. Xohlasan Timur bilan ko'rish. Bu yerda palvon kam bo'lgandan keyin shunday muhokama bo'ladi og'aylar. Palvon ko'p bo'lgandan keyin sen birontanga aylanmaydi men gapni ochig'i. Qashqadaryoda, Sarxondaryoda aka bilan kurashdi o'tda. Yuqma talabgar, to'xta. Yog'ini ko'r. Sovutma bo'ldi, o'z moment vaqti qoldi. Bilir reis, muhokama kerak. Shunda chiqaring. Diğer manam, mana Novel polvonni olishtiring, bir davra suvib qoldi. Umid qilmasa, Muhammad. Ha, Muhammad. Polvon. Hey. Olishim, shu mana 40 yil davomida olishib kelyapsizlar. $100 bir ho'kiz bo'ladi. Polvonlar zoti $100 bir ho'kizi bor mana. Timur bilan Muhammad palvon olishadi. Chegini beringizlar. Asqar ke. Jonibek palvonga talabgar yo'q bo'lsa og'aylar. Shu kelishib bir ish qilamiz og'aylar. Bunday. Reis,
Davronni bir tartib qo'yib olishmasa ular chiqsin bu yoqqa. Olishmaydiganlar chiqsin ha. Bu yoqqa o'tinglar ey. Sherbek o'tiringlar. Sherbek o'tiringlar. Shu Abdulloh bitta o'yin bersin shu yerga. Abdulloh polvon o'zimizning mahalliy polvon. Bitta olishtiring shu yerga. Shamil aka. Yuzdan aytilgan ularga. Ya indamay tur, borman. Hey, mana bu. Ilyar ey. Hey, Ilyar. Olishayotgan polvonga suydiya qo'yingizlar. Aziz polvon mayli bakovlik qilyapti. Bunisiga Muhriddin polvon bakovlik qilyapti. Abdulloh polvonni zoti 500 ming deyapti shu yerda. Samandar polvon ki. Samandar polvon ki. Sardor polvonni Samandar polvon bosdi. Xalq nima bo'lyapti xalq? Shirali nima bo'lyapti Shirali? Abdulloh polvonni 500 ming zotini beringizlar. Ana shu yoshlarga qo'yamiz tiyani ham hozir. Bo'ldi, Ilyar ey, bir tartib qo'yinglar. Bo'ldi, qolganlar o'tirsin. Bu yoqqa kelingizlar, nima bo'lyapti? Videosi bo'lsa videosini o'qingizlar. Bo'ldi, davom etdi. Odamlarning orasiga biroz qayerdan boshlangan? Ichkaridan boshlagan bo'lsa halol, boshqa masala yo'q. Zotini beringizlar. Men ko'rganim yo'q. O'rtadan boshlansa xalq halolmi? Shirali sen nima deyapsan? Ber, bo'ldi, Shirali. Xalq halolmi xalq? Xalq halol emas deyapti og'aylar. Norozi bo'lgan bo'lmayki. Menga baqirma. Qaralaqa bor. Bo'l, menga qara Shirali. Hey, u yoqqa qo'y, mesalangiz ichib berdi, ichma. Bu yoqqa ich. Videosini menga qara. Videosi bormi? Videosini o'qinglar. Ko'rib, mesalani ich. Hadi Mirjalal, hey! Studiyadan boshqa odam chiqsin bu yerdan, hey! Oralashma, hey, Mirjalal. Samandar ki. Xalq halol bo'lmasa shu gapni boshda aytganmiz. Xalqdan so'raymiz, halol emas desa, olishtiramiz degan gapni aytganmiz. Xalq halol emasmi? Olishasan tavoy bo'ldi. Shaka opar Shirali. Shu joyga opar ikkovini. Halol bo'lgan bo'lsa bor o'tir, zotingda ol tamom. Studiyadan boshqa odamlarni chiqarib kelayapsiz. O'g'aylar, studiyadan boshqalar aralab ketmasin. Mirjalol chiqibdi akajon. O'rtada bakovul bor. Hal qiladi hammasiniki. Abdumalik, ke seni kutib o'tiribmiz Asqarga. Abdumalik. Kiyinib ke. Muhammad Timur ke. Hey! Qara, bo'ldimi? Nima bo'ldi? Ochinglar deyapti. Ochir bo'ldi. Hey, tugatamiz, hey! Yengillashtir polvonni. Yengillashtir. Tamam. İki yüz ming mahalliy polvonimdik. Sardor bilan Samandar. Menga qara Shahriz. Siz studiyamizdan chiqib narsa qo'yma halqa. Bu yerda boshqa o'tsin. Qolon narsa o'tkaz.
Kızım buldu şu. Müdürüm benim. Muxtor polvonniki. Hayır. Şuralarım gelmişler. Tartıkta var. Kıyılarını üstügeydi. Handalarını halka koyup basın. Tayozki. Kassaga kenglar rozi qilasizlar. Muxtor polvonga talablarga. Talabgar bo'lmasa zotini beramiz deyapti saygarlar. Eski. Hey, hayvanlar! Ben devrede 200 bin tavuk bitirdim palonu. Hadi tavuk ver palonu. Çık çabuk. Ben tavuk bitirgenlik ki alışık be. Basay. Küçüğün hayırdan dolayısıyla. Tigin hayırdan dolayısıyla. Bulat'ta kıraştı. Ata bana alışık be. Sesene. Bas. Hatta kişini değil mi? Onu eğilsinler, bunu eğilsinler. Hemen tanışta bir gelmezler. Urta on aka shular. Timur и Muhammad polvon kurashyapti. Qo'yma boshqa katta palvonlar olishadi. Qo'yma. Hey, nima bo'ldi mana palvon? Hey, mana mehmon palvon. Qayerdan bu yigit? Hey, ishtahandan mana palvon davrada ko'rinish berdi. 200 ming tovoqni ko'targan. Palvon chiq. Bir qo'l bil olishadi mana shu polvonlar. Bo'lmasa bo'linadi og'aylar. Samandar polvon birinchi tovoqqa olishadi. Og'aylar. Sizlardan bitta iltimosda boshida juda tartib bilan boshlavdik. Oxirigacha shunday bo'lsin. Hali kirashimiz tugab qolgani yo'q. Hey, simichkasi yigit. Bu yerdan chiq. Akalar, jipni ochingizlar, xafa bo'lmaysizlar. Ana shunday bo'lyapti bitartiblik, ey. Shirali, Abrar, qirg'iz bilan hammasini. Bo'ldi, ikkovga bo'lib berma bo'ldi. Endi tindiramas ham. Tashqariga chiqib bering. Aka bu ishladi lekin. Sen ham ishla, sen. Ya mana o'tib ketdi. Men mana kiyibdi mana. Aka mana qo'lim qarang qancha. Hech boshqa olma. Olma birdan. Aka mana orqada unday rahmat. Yo'q, hali bizda. Birinchi tovoqni palvon bo'lmasa zotini beramiz. Eshitdinglar? Zotini beramiz, palvon bo'lsa chiqsin. Yana aytyapti. Birinchi tovoqni beramiz. Yo'q, palvon keng araga. Birinchi tovoqqa shashmay turingizlar, ha, 1 minut. Birinchi tovoqni polvoni bor, shashmay turingizlar. Ketmanglar. Tayyor bo'lsin, chaqir birinchi palvonni.
chaqirib $100 bir ho'kizini beringizlar. O'zimizni Nuroboddan, Qizil Karvondan. Asqar Palvon King. Abdumalik Tur aka. Keleriz. Sherbek Tur aka. Keleriz. Asqar Palvonni hurmatini hech kim chiqmadimi? Bo'ldi, zotini bering bu yer. Chaqirib Asqar Palvonni rozi qilingizlar. Vahab aka. Asqar Palvonni rozi qilingizlar. Bu ham men qatori 50 ga kiryapti bu ham. O'g'aylar, Irgutdan Asqar Palvon mana shu yerda bir necha bor o'yin ko'rsatganda, bu palvonga ham hech kim chiqmadi. $100 hoppa halol qilib oldi. Halol bo'lsin. Rahmat Asqar Palvon. Damdan. Birinchi tovoq jonga keng. Jonga. Nima bo'ldi birinchi tovoq, rais? Yashmak shart. Faqat tartib keltirsin o'g'aylar. Qirib kurash. Bombosh qolamas lekin. Katta palvon shu. Katta palvonniki. Bu ham katta palvondan. Katta palvon keng ekan. Xiyana aka yaqin. Trashini. Muxtor Palvon. Shodiyor Palvon pazarona. Ikkovi olishadi. 300 ming zlotida. Jonka palvon keladi, jonka. Nortiyani ko'targan jonka palvon kel. Tiyani ham olib kelinglar. Elbek Palvon, boshqidiqdan Elbek Palvon bir olishtiraychi ukamizni umuman birosa qilgan yo'q. Shu palvonga bitta palvon qo'yaylik, jonka kelsin ham. O'zingizning tengi kelsin, faqat zo'r kelyapti. Shu ham o'zimizning yigit, boshqidiq palvoni. Shu palvonga talabgor bo'lsa kelsin. Qapoma kirashda biri yiqitadi, biri yiqitadi. Hech qachon qapoma. Katarganda faqat qo'y berma. Hozir arabiyasi sporni bo'ladi. To'xta deganim yo'q. Katarganda to'xta deyilmaydi. Og'aylar, agar shu Jonibek palvonimiz ham Jonibek palvonimiz Samarqandga qanday palvon kelsa, Shahrux Baxtiyorov kelsa ham, Zohid kelsa ham, Norquvvat kelsa ham, qaysi kelsa palvon yaktak kiyib kelsa olishyapti og'aylar. Qashqadaryoga borsa hurmatini qilsa, Surxondaryoga borsa hurmatini qilsa, Samarqand o'zimizning yurtimizda nima uchun hurmat qilmasligimiz kerak? Jonka palvonni Nortiyasi ona sutiday halol beringizlar. Nortiyani olib kelib kirgizib, Jonka palvonga beringizlar. Jonka palvonniki halol. Abduleppa. Elbekni bilan olishtirma, Elbekni. Shu o'tkir iloji bo'lsa-ki, shu yerda proma efirga chiqarib Jonibek palvonni tiyasi halol. Endi og'aylar Zuhriddin palvon o'zimizda olishgan, ko'pkari chopgan, Aziz palvon, Sherali palvon kesin manadan bir qator bo'lib. Vahob aka, Azamat palvon olishgan. Sherga kelib bir qator bo'lib. Jonibek palvon tabriga. Hey, Jonibek. O'zimizda palvonlar kesin. Jonibek palvon tabrik omadingizni bersin. Rahmat kattakan. Mana shunday katta zotlar ayirib bering. Sog'lik, salomat. Zufar palvon bilan Muhammad palvonni zotini shunday beringizlar og'aylar. Va Ihson Javohir palvonni zotini shunday beringizlar. Og'aylar, kelganlaringiz uchun rahmat. Bu Nurobod tumanining Ihson kurashi ko'p yillar davom etsin. Hammaning ishiga omad. Ihson qilganlarning xonadonida ham xuddi shunday bo'lsin.
va ahiri davana alhamdulillah robbil alamin. Obin Allohu akbar. Zuhriddin polvon, Aziz polvon, Azamat polvon